Keyingi qism ro'yxatdan o'tgandan keyin qanaqa qilamiz? Boya registratsiyadan o'tganinglardan keyin useringlarni yozasizlar va kiritgan parolinglarni bosasizlar, login navni bosasizlar. Demak, quyidagicha holatda bo'ladi. Bu yerda sizlarning hisobinglar qancha registratsiyadan o'tdi va qaysi usluginglar jarayonda, protsessda va qaysi xizmatlarga atkaz kelgan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Va bu yerda yangiliklar keyin sizlar qanaqa qilib buyurtma berasizlar ushbu saytga kirgandan keyin. Order now deb bosib, iCloud, email, Carrier, ya'ni hamma xizmatlar shu yerda jamlangan. Bu yerda telefonlarga bog'liq hamma xizmatlar. Ustiga bosganimizda quyidagicha oyna chiqadi. Mana bu yerda narxlarni, masalan, chek so'raymiz, ko'pincha sizlarniki lost yoki clean degan savolingizga mana shundan javob olsanglar bo'ladi. Ya'ni clean lost ustiga bosib turib, bu yerga email yoki seriya raqaminglarni bosib turib, mana buni bosasizlar. Yashilda. Place order. Keyingi xizmatlar G6 xizmati. Masalan, hozir iCloud nuqtai nazaridan gapiryapman. Masalan, G6 ga, xo'p, G6 mana bu to'laqonli shu yerga email serinkani tiqsanglar, javoblar keladi. Keyingisi shu javobiga qarab, regioniga qarab, kliliga qarab, masalan, regionlarni tanlaysizlar. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Amerika, Yevropa, Aziya, Arab davlatlari, Xitoy, Indiya hammasi mana bu yerda keltirilgan. Masalan, 16 Pro Max bu yerda hamma ma'lumotlar berilgan. O'sha rasm ko'rinishida hint qanaqa, sold buy qanaqa, emailgasi hammasini bu yerda mana bu joyda ko'rsatib o'tilgan. Hammasini o'qishinglar kerak. Xo'p, mayli. Keyin buyurtmalarga ham o'tamiz. Xullas, hozir sizlarni admin o'ynanglar. Demak, buyurtma berish uchun buni bosasizlar va dasturchilik uchun mana buni bosasizlar. Va GSM dasturchilik uchun ushbu xizmatlar, ya'ni Unlock Tool, shunga o'xshash GSM dasturlarning hammasini shu orqali sotib olsanglar bo'ladi. Ko'rayotganinglardek. Xo'p, keyingi masalamiz bizda xuddi shu oynadan keyin bu yerda sizlarda 00 bo'ladi. 00 da buy kredit qilib sotib olsanglar bo'ladi, ya'ni depozitinglarni to'ldirishinglar kerak bo'ladi.